hurmatli Oradona radiosining tinglovchilari, bugun Xalfara dasturida kamina ajoyib boshlovchi Sotboldiyev olib boraman. Bugun Xalfara dasturida Bahodir Mardiyev yo'qlar. Sababi nimagaligini o'zimiz ham bilmaymiz. Bugungi mehmonimiz Xalfara dasturining ajoyib mehmoni, ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti, aktyor, dublyaj ustasi ana Tesha Mo'minov tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum Tesha aka. Avvallar, avvalambor assalomu alaykum. Mana shu meni oriyat toni orqali Xalfara dasturida ishlayotgan aziz muxlislarim, sog' bo'linglar. Rahmat. Tesha aka, xush kelibsiz. Rahmat. Omon bo'ling, omon bo'ling. Eshitishimizga. Rahmat bo'ling. Endi Tesha aka, mana hozirgi ilk beradigan savolim shundan iboratki, oldingi kino sanoati bilan hozirgi kino sanoatining yer bilan osmonchalik farqi bor. O'zingiz ham bilasiz. Oldingi kino sanoati, mana sizlar dublyaj paytidagi sanoatda juda ham zo'r kinolar bor edi. Hozirgi kinolarga munosabatingiz qanaqa? Xo'sh. Endi masalan, hozirgi kinolar bor, endi yaxshi kinolar bor, lekin kam. Lekin bilsangiz, bizning ustozlarimiz bo'lgan kinolarda, teatrlarda ajoyib rollar ijro etgan G'ani A'zam. To'ppa to'g'ri aytasiz. G'ani A'zamov, Shukur Burxonov, Nabir Rahimov takam mana shunaqangi aktyor, ustoz san'atkorlar bo'lishgan. Juda ham zo'r kinolarda o'ynashgan, to'g'rimi? Endi ikkinchi savolga o'taman. Ikkinchi savolim shunday iboratki, mana hozirgi qo'shiqchilarga nima deysiz? Oldingi qo'shiqchilar bilan hozirgi qo'shiqchilarga. Endi rostni desam, yer bilan osmoncha farqi bor-da o'g'lim. Masalan, oldingi ustoz san'atkorlarimiz Ma'murjon Uzoqov, Tavakkal. To'ppa to'g'ri aytasiz. Ma'murjon Uzoqov, Tavakkal, Qodirov, bala Kamoliddin Rahmatov degan san'atkorlarimiz bo'lgan, shunaqangi zo'r qo'shiqlar aytishgan. To'g'rimi? Endi mana uchinchi savolim shundan iboratki, hozirgi bozor iqtisodiyotiga nima deysiz? Mana narx-navoga nima deysiz? To'g'ri, yaxshi ham mana shu savolni berdingiz. Echagina Chorsu degan bozorga bordim. Endi narx-navo, ayniqsa sabzilarning narxini oshib ketganini ko'rib, juda ham hayron qoldim. To'ppa to'g'ri aytasiz. Narx-navo osmonda, sabzi ko'tarilib ketdi, yog' ko'tarilib ketdi, go'sht ko'tarilib. Bu gapirgani qo'yasizmi yo'qmi? Tavba qildim, o'zi bahodirsiz, Xalfara xaltura bo'lib ketarkan. Tavba qildim, boring. Bunaqa o'zi bu ko'rsatuvga kelmasam ham bo'lar. Va tashakkur. Bor, xaltura qilding Xalfaraga.